Pechatli stanok teng yarim narxiga. Bu videoni srochda tekstil sohasida ishlaydigan, matras, ko'rpa ishlab chiqaradigan do'stlarga yuborib qo'yinglar. Ularga shunaqa zo'r stanok topib qo'ydim. Mana shunaqa pechatli ko'rpa chiqarsanglar bo'ladi. Bu stanogimizni boshlanishi tepasiga material, o'rtasiga fruzering qo'yasizmi, sintifon qo'yasizmi, past tarafiga yana material. O'zi liniya bo'lib kirib ketadi. Mana bu yerda pechatli gullari ham bor. Bu yoqda zapas guli ham bor. Ikki xil gul bo'ladi. Bu yerda pechat qilingandan keyin mahsulotimiz bu yoqdan aylanib chiqqandan keyin bu yoqda ikkita chetini kesib olsangiz bo'ladi. Xohlagan razmeriga. Bu yoq ikkita chet kesilgandan keyin bu yoq oldidan chiqsa, o'zingiz xohlagan razmer 220 ga 160 mi, 2 ga 160 mi, 2 ga 180 mi xohlagan razmerlarda kesib beradi. Bu apparatimizni mana ko'rib turgan bo'lsangiz, kattagina miyasi bor. Mana shunda hamma narsasi boshqariladi. Mana bu yerda bo'lsa kompressori. Bu komplektni oladigan bo'lsangiz, yoniga yana kronkasi, ya'ni chetini pechatni qiladigan kichkina apparat ham bonusga qo'shib beriladi. Mana shu ko'rib turgan общий liniyamizdagi apparatimiz $29,000 atrofida bo'ladigan bo'lsa, top qo'ydim kanaldan kelsanglar $13,900 berib yuborishadi. Tezroq bosib yuboringlar. Nomerligini pastda qoldiraman.